Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Navbatdagi ishimiz Buloqboshi tumani Mayariq qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Bu yerimizga bitta eshik, bitta rom o'rnatib berganmiz. Alta Plus qarishli joylarda hozir to'liq obzorlarni ko'rsatamiz. Eshikni ochib yopish judayam chiroyli holatda chiqqan. Ruchka ham high-tech fasonda bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Podog'onlar bilan qo'yib berdik. Qanotlar balkon profilda bo'lgan. Bitta rom ochilishi bor. Romiga pochka qilib ochib bermadik. Oddiy protsess shu holatda ochiladi. Alta Plus oynalar 2 qavat, to'rtga oq paket oynalar bilan bo'lgan. 25 lik podog'onlar bilan. Bu yerimizda kvadrat metrini 950 ming so'mdan qilib berdik. Alta Plus ichlar fonda metal bilan to'ldirilgan. Shunday aytib eshigini olib kerak bo'lsa 91 lik 487 12 37 nomerlar bilan olib chiqib